Mana do'stlar, shifr ishlarimizni yakunlab olganmiz. Endi boshqa etaplarga o'tdik. Ichki remontlarga o'tganmiz. Mana do'stlar, patologimizni bazaletga tayyorlab, materiallarini tortib qo'yganmiz. Undan oldin bo'lsa g'ishtlarimizni sho'rlarini ketkazish uchun selitra bilan foydalanib, sho'rlarni yuvib chiqqanmiz do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek, уже bu tomonlarimiz pastda bo'lib qoldi, bazaletga tayyor. Endi tepa qismi tom qismiga chiqib turib, X sloy bazalit va 3-sloyiga stiklovatadan tashlab yuboramiz. Patologimizdan pastda bitta hisobi. Keyin shkatirkalarni boshlaymiz. Bu tomonlariga kuzatishda davom etinglar. Ko'rib turganlaringdek, hamma joyda har xil bazalitga tayyorgarlik bo'ladi, har qanday qiladi. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar, to'g'ri qilinganmi? Ko'pchilik bu doskani, taxtani ensizrog'idan qo'yadi, orasini kim qanday ochadi? Biz 4 santimetrdan har bitta orasini 4 santimetrdan tashlab taxtadan qatirib chiqdik, mana bazaletga tayyor qilib. Bu tomonimiz esa dushovoy bo'ladi. Endi bu dushovoyimizga ham tayyor qilib qo'yganmiz. Patologini bilmadik. Patologiya dushovoydagi обязательно утепленный bo'lib, patologiya plastik yoki boshqa bir materialdan patologini bitirib beramiz. Bu tomonlari o'zi eski uyligini hisobiga, eski uyning patologiya shundaycha qolgan. Endi bu shu patologiyani ustidan gipsokardon bilan ashibka qilib, gipsokardon bilan yopib tashlaymiz do'stlar. Ikki sloy tashlab yuboramiz tom qismiga va buni ustidan stiklovata 3-sloyga stiklovatadan tashlab yuboramiz mana buni. Tom qismiga shunda 3 sloy bo'lyapti. 3 sloydan keyin o'zini yana bir materiali bor. Mana bu material bilan yopib tashlaymiz. Mana bazaletimiz Teknonikolga tegishli bazaletimiz. Mana qalinligi 5 sm. Buni xohlaganlaringdek tashlab yuborasizlar. Xohlasalar 5 sm, xohlasalar 10 sm qilib buni nimaga qarab, talabga qarab xohlasalar mana ko'rib turganlaringdek 5 sm dan X sloyi 10 sm bo'ladi.